Yolqin. Yaxki. Yaxki. Ham pichoq ko'rasana. Yaxki. Yaxki. Ochana shkafni. Shkafni och hozir, och. Yaxkiling siz ham. Qarab tursa endi. Qarab. Zalni eshiting. Qarab tur. Eshiting. Chiqma, chiqma. O'tma bundan. Eshiting. Allohga guvoh, men sizga aytaman. Qochma bundan. Ro'za Ramazon oyi. Chiqingman ro'zangni. Men ushlab turing. Allohga. Qoch. Aka, Alloh pichoq. Aka, tavba. Men bundan tur. Tur, men o'z 02 qilib bo'lganman, hozir kelyapti. Mayli, kelsa. Kel, men bundan o'tir. Hop, aka. Xo'sh, men bundan o'tir, siqib. Eshiting. To'xta uka. Kim o'tib? Pichoqni menga ber. O'tir. Bo'ldi. Erkaksana? Ha, erkakman. Kimsan? O'chiring, erkakman. O'chiring. Machi bo'tdi. Men bilan oilasini hurmat qilaman. Gap yo'q senga. Lekin eshiting. Keling. Yaxshi yur. Hop, keling. Men sendan oldin qilib bo'lganman 02 ni. O'tir. Nimani? Yo'q, bemalol. Bemalol. Keling. Ha bundan turur. Yo'q. Yo'q turur. O'rtoq turur, bo'l men bundan. Voy, chiroyli gaplashavering. Men chiroyli gap o'tir. Men aka, 5 oling, men sizga. Men 5 olmayman, to'xtatda, men erkakman-da. Ha. Erkakman. Kim bu? Men bilan oilasini hurmat qilaman. Onalari ham meni hurmat qiladi. Kimsan? Menmi? Bularga onalariga ukalari deyman. Isming nima? Ishkan. Olimman ismim. Olim, nima bu yerda nima qilsan? Ha? Bu ikki Bo'tdami? Mashq qiz. Bizani sinimiz deydi. Sinimiz deydi. Bir og'iz ko'li so'radi. Olib keldim. Bo'l, bu yoq o'tir, o'rtoq, o'tir. Manchi. O'tir, bo'l, o'rtoq, o'tir. Hop, o'chiring, erkakmiz. Erkaksanki, bo'l, o'tir, bo'ldi. O'tir. Men sizga chiqishdan oldin 02 qildim-da. Yo'q, bemalol aka. Men bilan oilasini hurmat qilaman. Chunki bularni onalarini ham men hurmat qilaman. Oy, onangga telefon qil. Yo'q, qiling. Telefonni olib ketyapman. Men bularni oilasini hurmat qilaman. Bizani o'rtamizda hayotda. Menga ber telefonni. Sen o'tir, o'rtoq. Foydasi yo'q uni. Gap foydasizdanmi? Foydasi yo'q. Mashi o'chiring, machi, bunaqa narsalarni-chi yosh bola emas, maza oladigan, hopmi? Ko'rgansan-da, ha? Nimani ko'rgansan? Manchi buni oilasini hurmat qilaman, hop. Payt kelsa mashinalarni chopib qarashib yurganman. Mana shunaqalariga. Ishlaydigan telefonni ber. Ayolni birinchi kechirib bo'lmaydigan gunohi bu xiyonat. Eri bo'la turib, oilali bo'la turib, boshqa biror bir inson bilan jinsiy munosabatda bo'lishligi kechirilmaydi, birodarlar. Kim bo'lganda ham farzandi 2 ta 3 ta emas, 10 ta bo'lmaydimi? 15 ta bo'lmaydimi farzand? Xiyonat qildimi? Qandoq u bilan yashash mumkin? Qanaqa erkak xotirjam hayotini shu bilan o'tkazishlik